Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun yana bitta kanalimizda hozir pulni yechish uchun pin kod chaqirib berganmiz. Xo'p, pin kodlarni kiritib beramiz. Kanallarda $13 pul bo'lgan, chunki endi yaqinda yongan monetizatsiyasi va kanallari mana ko'rib turibsizlar, pul ishlash tizimi o'chib qolgan. Sababi nima desanglar, sababi pin kod kelmagan edi. Biz pin kod chaqirib berdik ushbu kanalimizga. Hozir mana preverkasini ko'rsatib o'taman. 13-noyabrda pin kod ketgan ekan. Bugun necha? Bugun 8-dekabr ekan. Bugun 8-dekabr bo'lsa, shu 1 oy atrofida pin kodimiz kelibdi. Undan ham o'zi vaqtroq kelgan, men chunki uyga yaqinda o'tdim, qarasam pin kod turgan ekan. Xo'p, hozir pin kodni sizlar bilan birgalikda kiritamiz do'stlar. Pin kod kiritishni hamma biladi, ana 3 nuqtani bosib, preverkani bosasizlar. Ana bu yoqqa pin kod kiritasizlar. 087 483. Chunki bu kanaldan o'tgan hafta uyga o'tganimda ham turgandi pin kodi. Men buni kiritib bo'lganman deb o'ylagandim. Keyin egalari yozgandan keyin kiritilmaganini bilib qoldim. Bu hafta mana xalqi berdik. Xo'p do'stlar, kimda pin kod kelmayotgan bo'lsa YouTubedan xalqi beramiz. Pin kod chaqirib berish xizmatimiz 250 ming so'm bilasizlar. Hozirgi narx bo'yicha 250 ming so'm yana kelishiladi. Masalan, bizda oldin boshqa bir ish qildirtirgan bo'lsanglar, masalan, monetizatsiyaga ulashmi yo soliqmi, boshqa xizmatlarimiz yoki qaysi xizmatlarimizdan foydalangan bo'lsanglar, bu narx tushadi. Bu standart tarif. Kimga birinchi marta murojaat qilsanglar 250 ming so'm. O'sha masalan boshqa xizmatlar qildirsanglar, qolgani kelishilgan holatda o'zi o'zgarib ketaveradi. Bilasizlar endi. Soliq masalan 99 ming, pin kod chaqirish 250 ming, yana boshqa xizmatlar bor, ular kelishilgan holatda bo'ladi. Yordam kerak bo'lsa 99 lik 791 32 32 do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. Pin kod o'zi 1 oyda kelyapti. Odatda 1 oyda kelyapti 99% kanalga. Lekin ayrim akkauntlar bo'ladi do'stlar, YouTube qonun qoidasini buzsa, u 1 oyda kelmaydi, lekin aytib qo'y. Agar kelmasa ham lekin xalq beramiz do'stlar. Shu 250 ming ichida bo'ladi, qo'shimcha to'lov yo'q. 250 ming so'mning ichida, xudo xolasa, uni ham qilib beramiz. Bizda yaxshi tarafi bor, pin kod kelgandan keyin to'lov qilasiz. Takror aytaman, biz oldindan to'lov olmaymiz. Masalan, pin kod chaqirib berishmi, kelgandan keyin olamiz. Hammaga shu gapni aytamiz. Birinchi marta ko'rgan odamimiz bo'lsa ham farqi yo'q, aka yoki opa. Shu pin kod qachon kelsa, keyin to'lov qilasiz. Bizda hamma xizmatlarimiz shunaqa, oldindan to'lov olmaymiz. Qachonki biz ishimizni qilib beramiz, siz bo'ldi mana, hal bo'ldi ishim deysiz, keyin to'lov qilasiz. Shunaqa do'stlar. Yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Faqat Telegram, faqat telefon qilish bo'lmasin, faqat Telegram orqali. Salomat bo'ling.